İşte Casurbek. Ahmet aka bugün ilk parti 100 dolarlar diye bekleyenler. 100 dolarlıqdan emek yegəsiz. 100 dolarlardan emek yegenler. Zotliqlardan emek yegəsiz. Zotlılar ham bor. Bormi ani? Bor ana. Bor ha. Quloqlari, garbozlar hamma yo'q zo'r ha. Hamma yo'q zo'r Ahmet aka. Toza sar ha. Ha. 100 dollardan amma qo'shib chiqarib bermasangiz ham videoga olmayman. Bo'ldi, amma qorasi Ahmet aka. 100 dollardan. Bo'ldi. Assalomu alaykum, Ahmadboy Uz kanalining ashaddiy obunachilari. Ya, bizim muntazam kuzatuvchi aka-ukalar. Bugungi kunimizda Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Asli Jasurbek ukamizni xonadonlarga kelganmiz akalar. Qo'zlarni eng zo'rlaridan olib kelish. Bugungi videomizda ashundaqa arzon-arzondan qo'yaman deyaptilar. Aka, sizni obunachilaringizga arzondan qo'yaman deyaptilar. Bittadan like bosib, bittadan kommentar yozib, obuna bo'lishlaringizdan chiqmasin akalar. Bundaqa videodan ko'p ko'rasizlar. Mana videomizni boshladik akalar. Assalomu alaykum Jasurbek jo'ra. Ahmet aka yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Charchamay kozim qo'yiladi ham. Segan qo'yiladi, adabga oldi bu Ahmet aka. Hop, bu qanaqalardan keldi? Bugun narxi bomba qilib beraman. Bomba qilib berasizmi? Ha, bugun. Qo'ydi, juda arzonlarga ega. Bu arzonlardan kelganmi aniq? Ha, bugun obunachilarim bittadan like, bittadan komment oluvchani bosib qo'yishadi. Qo'ydi, shunda arzon qilaman. Arzonidan qilib berasiz aka. Arzonidan beraman aka. Qo'zladi, zo'rladi. Charchamay oldingizmi aka, o'zi qo'zladi. Mana, qo'zladi. Ina qo'ylar ham mana. Qo'zlar mana chiroyli, mana bitta o'tyapti uni. Sizlarga bitta kuzatib beryapmiz mana. Qaranglar mana qo'zladi. Hammasi o'tdi mana. Hop, bugun narxi qandaqa bo'ladi? Narximi? Sinadimi, sinmaydi? Sinadi, Ahmet aka. Javobmi? Javob sinadi. 100 dollardan ham qo'yib berasiz. Ha, 100 dollardan ham qo'yamiz Ahmet aka. Bo'ldi. 100 dollardan ham mana qo'ylar qo'zladi. Zo'rlarini hali qilishaveradi. Hashaqa o'tsin mana bitta ko'rsin mana qo'zlar ama katta qo'zlar mana kichkina qo'z emas. Mana. Buni aka qaydan olib keldingiz? Buni Qirg'izistondan olib keldim. Qirg'izistondan olib keldingiz ha? Mana Bugun yetib keldi ertalab. Bugun yetib kelibdi Qirg'izistondan. Mana qo'ylardi, hamma yo'g'i zo'r. Bu aka yosh oyliklar necha oylik? Yosh oyliklari 3,5 oyga borib qoldi bu. 3,5 oyga borib qoldi ha? 3,5 oy, har xilda 2 oy, 2,5 oy, 4 oylik ham bor ha ichida hammasi. Mana akalar. Hop, kattalarni. Bu ko'p obunachilarimiz aytishga buni o't yeydimi, yemaydimi deyishyapti. Yeydimi o't? O'tni bor kambayan Ahmet aka. Yeydi ha, mana ama mana. Hozir ertalabda keldim mana, o'tlarni solib qo'yishdi. Yeyapti. Endi bizdan qo'qib turishibdi. Mana qo'zlar hammasi zo'r. Akalar buni Qirg'izistondan olib kelibsiz aka, ha deng. Hop, bega necha partiya bugunga? Bugunga 2 partiya Ahmet aka. 2 partiya soni nechta? Soni xo'sh, 25 dona Ahmet aka. 25 dona, ha? 25 dona ozgina sozgina aka. Ozgina sozgina. Ichida so'liqlari ham bor, katta so'liq, qisirlardan ham. Mana qo'zlar qaranglar, dumbalarni hamma yo'g'i kelishgan variantda. Buni Soyloq aligasini aytdik aka, yeb ichishiga necha kun garantiya? Yeb ichishiga 1 hafta sinab olishadi Ahmet aka. 1 hafta sinab olishadi, ha? Ha, 1 hafta sinab. 1 hafta sinab olasizlar. Hop, ko'p obunachilarimiz aytishyapti, yoqmay qolsa, haliga kichkina yemay qolsa, yemay qolmasa emas, hali qimmat olib qo'ysam kelib yana olib ketaveramanmi deyishyapti. Nima tavsiya berasiz? Bemalol Ahmet aka, bemalol. Bemalol almashtirib ketishaveradi, ha? Bularning narxi nech puldan? Jonidan boshqa Ahmet aka qolgan hamma yo'g'iga garantiya. Hamma yo'g'iga garantiya, ha? Bularning narxi nech pul? Narx har xil Ahmet aka. Qanchadan? Har xil. Qaysi biri? Aytaman. Kichkinalarni aytingchi, mashlarni. Mashlarmi? 200 dollar ana qo'shyapti odamlar. Bizdan da 200 dollar 18, 1,5 ham yo'q. 14 dan mahidan kelib ketishaveradi. 14 dan ha? 14. 1 million 400 ming so'mdan mana mashlari, ammo zo'r uni quloqlarini. Qaranglar ularni quloqlarini. Bu kattalari nech puldan? Bu kattalari bularni 2 million nam yo'q Ahmet aka. 18 dan ketishaveradi. 18 dan kattalarni ketishaveradi. Ammo so'liq qo'yammi ichida? So'liq. Yo'q, so'liq qo'yganman. Katta, ha? 18 dan barbar aka. Mashlar 100 dollar. Mo'llar nech puldan? Qo'chqorlar ham bor, ikkita qo'chqori, ular 2,5 dan ketishaveradi. 2,5 dan, ha? Endi junun olyapman, ketib qoldingiz endi qo'yib yubordim buni. Mana qo'chqori. Qo'chqorimiz sipat, kash
Zo'r. Endi bu tarafdan endi zottorlarga o'tamiz-da endi. Buni zottorlari haliga olish kerak-da. Bu zotqa shikiliga. Ha, bu zotka. Vataga bular o'zim olib qo'yganman. Mana ammo o quloqlarni o ikkita kattani o'shancha ashini. O'zim ham ishga olib qoldim, ha, shu ikkita kattasiga. Ha, mana amon dumbalarni qaranglar. Zotqa tishab qo'yay, boqay beraman degan akalarimiz katta. So'liq Ahmad aka. Qo'chqor so'liq aka mana. O qaranglar, quloqlarni qaranglar. Qo'chqor so'liq akalar. Qo'chqor so'liq. Mana qo'chqor so'liqni qaranglar. Dumbalari ham hamma yo'g'i zo'r ekan, ammo qo'zlar bor qani. Mana bunisi qo'chqor ekan, buni so'liq ekan kattaroq, ha? So'liq. Mana ammo dahshat ekan, quloqlarni qaranglar qani. Basharalar ham oq boshdan. Xo'p, bir qarich ekan qulog'i ham akalar, mana qulog'i bir qarich. Haligilar ham, garmozlari ham hamma yo'g'i zo'r. Mana abatonchi yorug'roq qorong'ida sal kichkina haliga bo'lishi mumkin. Mana ammo qo'zilar, qo'zimiz ham qo'zi, toza sori variantidan-da mana qaranglar. Baqa o'tkazimchi. Ularni yosh oyliklari necha oylik? Jasurbek? Yosh oylari 4 oydan ozgina o'tgan Ahmad aka. 4 oydan ozgina o'tgan, ha? 4 oydan ozgina o'tgan ekan bular. Mana ularni ham bor. Bularning narxi necha puldan? Qaysilar kattalardimi? Ha, kattalarniki. Kattalar mana shu kelib olib ketamiz, o'zimiz ko'rib deyishadigan bo'lsa, obunachalarimizga 3,5 milliondan kelib ketishaveradi. 3,5 milliondan, ha, kattalarni. 3,5 milliondan. Qo'chqori so'lib ketaveradi. Qo'chqor so'lib ketaveradi. Ketaverar ekan. Bu kichkinalar necha puldan? Bu kichkinalar har xil, Ahmad aka. Har xilmi? $100 ham bor, 2 ham bor. Hozir bu sotilmay turadi. Bu ham 18 ga haydab ketishaveradi, Ahmad aka. Haydab ketishaveradi, 18 ga. 18 ga. Hop, bugungi kunimizda akalar mana qisqacha video bo'lsa agar yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, bittadan kommentariy yozib, obuna bo'lib, eslaridan chiqmasin, videoni oxirigacha ko'ringlar akalar.